Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari va kanalimiz mezmonlari. Bugun havo tumshuq qilgan, mana yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu safar qatagimni obzor qilganimda ko'p pasmotor termagandi. Bugun yana qilyapman, shamol hozir. Podpiska boshlash esdan chiqmasin, videoni ko'rishdan oldin endi men boshladim. Podpiska, like, komment yozish esdan chiqmasin. Buni qaranglar. Shamol. Qo'ylar bor. Tomoshaga qo'ylar sotilmaydi. Mana ovozlari ham chiqyapti. Sotilmaydi u. Faqat egizchi qo'ylarda 2 dan 3 tadan tug'adigan qo'ylar. Ko'rsatib o'taman ularni ham bir boshdan. Mana shu katagim ishladi mana. Dorilar sepib qo'yganman. Xudo xohlasa tovuq olishim mumkin. Hozir qo'ylarimni ham ko'rsataman. Hozir aziz obunachilar, mana qo'ylar. Mana 2 ta qo'chqor o'rtadagi bir u boshdan 2 ta sovliq bor. Mana hammasi 5 ta savluq, 2 ta qo'chqor bor. Egizchi qo'ylarim hammasi Qarshidan olib kelingan. Sizlar bilan Asadilla Shukurov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Podpiska va like tugmachalarini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.